Mendan qo'ychilikni emas, molchilikni emas, nima uchun aynan tuyachilikni tanlagansiz deb so'rashadi. 2011-yilda qizimiz sahr kasalligiga, qandli diabetga uchrab qoldi. Qattiqroq kasal bo'ldi. Vrachlarimiz 65-70 insulin qilishsa ham natija yaxshi bo'lmadi. Endi umid kamroq deb turishganda birov tuyani suti qandli diabetga dori ekan deb qoldi. Biz tuya sutini vodiydan topa olmasdan tuya suti bilan davolaydigan qozoq tabibni uyiga bordik va qizimizga tuya sutini ichirdik. Juda yaxshi ta'sir qildi. Natija ancha qoniqarli bo'ldi. Qizimizga yangi sog'ilgan tuyani suti tavsiya qilindi. Qumroni qizimiz o'ta 38 kilo bo'lib qoluvdi. Ikkita farzandli qizimiz. Qumroni to'g'ri kelmadi. O'zi oriq, kasali og'ir. Keyin tuya sutini o'zimizdan topa olmasdan tuya olib kelib 2011-yil fevralda 3 dona ona, 3 dona bola tuya olib kelib tuyachi bo'lib qoldik. O'shanda o'zimizning asosiy kasbimiz hunarmand uyushmasiga a'zo bo'lib hunarmandchilik qilardik, atlaschilikda. Shu bilan tuyachi bo'lib qoldik. Qizimiz yaxshi bo'lib qoldi, alhamdulillah. Ikkita qizidan keyin tug'ish mumkin emas. Kasalingiz jiddiy deb turishsa ham sal tuzalib, uchinchisiga o'g'il farzand tug'ib oldi. Odamlar tuya sutini foydali ekanligini bilib, qidirib, bizga o'xshagan qidirganlar kelib tuya suti ola boshladi. Shundan kelib chiqib tuyachiligini boshladik rivojlantirib. Shunday qilib biz tuyachi bo'lib qoldik. Mana 14 yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa, alhamdulillah bir necha ming bemorlar tuya suti sabab bo'lib shifo topishdi. Ayolim tabibchilik qiladi. Tuya sutiga qo'shib dorivor giyohlar bilan ham bemorni mijoziga qarab dorilar, damlamalar tayyorlab berishadi. Natija yomon emas. Odamlarga foydamiz tegib turganidan xursandmiz. Tuyachilik to'g'risida, tuya suti bilan qanday kasalliklarni davolash to'g'risida ma'lumotlarni berib boramiz. Bizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.